Xitoydan yana bir yangilik mashina, adını bilinmay, adını qarıcı tushunmadim. Seul bir narsa degan mashina ekan bu. Bu avtomobilimiz hali shot spravka ekan, propon uстановка qilib berdik. Bu avtomobilimiz motor qismi GDI sistema motori deb aytiladi. Ya'ni 90-10 rejimida ishlaydi, 90% gaz, 10% benzin расход qiladi. 100% gazda yurishning iloji yo'q, chunki injektorlari bu mashinalarni motorning o'rtasida joylashgan bo'ladi. Motorning o'rtasida joylashganini hisobini ma'lum miqdorda benzin sepib turgani yaxshi. Atak 100% gaz o'zida yurtaman desangiz, injektorlar qurib qolib, ertang benzin o'tirbash ehtimoli katta bo'ladi. Shuni hisobidan ma'lum miqdorda 10%, 5% dan benzin расход qilib uстановка qilinadi. Shunday оборудование uстановка qilinadi. Bu avtomobilimizda propon uстановка qildik. Xudo xolasa full komplektatsiyalardan moshcha qilib uстановка qilib berdik. Dakota bromli injektorlar bilan uстановка qilingan italyanskiy оборудование bo'ladi. Nordic reduktor italyanskiy brend bo'ladi. Ammo hech chiqarmasligi uchun termoturibga, fagmen shalankalar, doimiy filtrlar bilan uстановка qilingan. Uстановка jarayoni moshcha bo'ldi. Xudo xolasa klient haydab ko'rdi. Yurishlar idealniy, chotki. Avtomobilimizning balon qismiga keladigan bo'lsak, 48 litrlik bilan moshcha tushadi. Zapaskani o'rnini zapaskasi tengda joylashgan bo'ladi. Polni 100% termoturibkalar bilan montaj qilindi. Xudo xolasa mashinada hid-bit umuman bo'lmaydi. Yurishlar chotki, idealniy bo'ladi. Bunlar servisimizda ishlarimiz davom ettirdi. Injektor motor Damas. Metan uстановка qilib berdik 65 litrlik bilan. Damazlar 65 litrlikdan boshqasi tushmaydi, buni bilasizlar. Faqat 65. 4-pokoleniya uстановка qildik, yurishlar chotki bo'ladi. Yo'lda ko'rsangiz ayna ijashib o'tirmaysiz 411 Damas. ADAX reduktorlar bilan 01 variantda injektorlar bilan stak gofas miyalar bilan uстановка qilindi. Injektor motor Damazlar ham ko'payadi, lekin haftada birsiga turibdi bu avtomobillardan. Bu Damazimiz karburator. Trekkilik avtomobilimiz bo'lsa, propon uстановка qilib turibdi. Turistli balonlar bilan endi shumayi ahamiyat bermaysiz. Ustaxonada yana shunday bo'ladi, takir-tukur bo'ladi ammo. Avtomobilimizning motor qismini Kunex Plus bilan uстановка qilib turibmiz. Turbina komplektlari spetsialniy qo'yiladigan оборудование bilan. Injektorlarimiz W03 injektorlar bo'ladi. Sportiniy variantda takmira qo'yiladigan tonlar. Sportiniy variantda bo'ladi injektorlar. Bu avtomobilimizdan polностью 100% termoturibka, fagmen shalankalar bilan uстановка qilinib turibdi. Reduktorimiz ammo italyanskiy variant, Nordic reduktorlar bilan uстановка qilinib turibdi. Xullas, galaverasida servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi.